Assalomu alaykum barchaga. Bu xolos yana bir yangi obyektimizni boshlab oldik. Tomga penalon bos qo'yish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz Namanganda bo'ldi. Hozir mana ish jarayonidamiz, ko'rib turibsizlar. Ishimizni boshlab oldik, xudo xolasa. Bu joyimizga ham hozir 10 sm qilib qo'yadigan bo'lganmiz. Hozir mana bir qator qo'yish jarayonlarini batafsil videolarga olib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab sifatli, mustahkam qilib qo'yib beramiz. Mana do'stlar, tom qismiga ham chiqib oldik. Hozir shu 95 kvadrat atrofi joyimiz bor. Bu joyimizga ham 10 sm qilib qo'yib beramiz. Birinchi qiladigan ishimiz, tomni ko'zdan kechiramiz. Vassali shilpkalar yaxshi holatda bo'lsa, shu vassali shilpkaning ustidan ko'rib turganlar shu materialni yozamizda, ustidan qo'yib boraveramiz. Bu materialni yozganimizdan so'ng unaqa qora qog'oz, qamishlar kerak emas, shu o'zi yetadi material o'zi. Xo'p, bu penalon mos haqida yana ham batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz. Mahsulotimiz tarkibida gips bo'ladi, sement bo'ladi, penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. Bu quygan mahsulotimiz boshida suyuq bo'ladi. Quyganimizdan so'ng uzog'i 10 minut ichida qatiydi. O'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Mana hozir ham mana ko'rib turibsizlar, mana quyib bir qator atroflarini yamab, tekizlab, nol cho'rnovoy chiqarish holatda. Bu penalon mozni asosan loy suvoqlarni o'rniga quyamiz yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustidan ham quyib bersak bo'laveradi. Effekti zo'r bo'ladi. 100% darajada izolyatsiya ushlab beradi. Mana hozir bu tarafimizni quyib bo'ldik. Razmerlarni ham bir qator ko'zdan kechirib qo'yamiz. Razmerlar ham bor mana. 1-2 sm plus minusida ketyapti. Atak 10, 11, 12 joylari ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. 8-9 joyi ham bor. Aytib o'tganimizda 1-2 sm plus minusida qo'yib beramiz. Chunki tom qismi baribir tekis bo'lmaydi, past baland bo'ladi shuni hisobiga. Bu joyimizda mana 10 sm ga yaqinlashib qolibdi. Yaxshi zo'r holatda chiqyapti razmerlari ham. Buni quyganimizdan so'ng ustida bemalol yuraverasiz. Bir tonnali suv bachuylarni ham qo'yaverasiz. Ezilmaydi, uqalanmaydi, yorilmaydi. Endi loy suvoqqa solishtiradigan bo'lsak, loy suvoqning afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loy suvoqda yorilib ketmaydi. Mana quyilgan ustida ham yurib bemalol mana 10 minutdan keyin chiqib ish qilsa ham bo'laveradi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu suyuqligini hisobiga o'zi bemalol o'sha 2-3 metr joyga boraveradi, past balandini ham o'zi to'ldirib boraveradi. Mana do'stlar, bu obyektimizni ham quyib tugatib oldik. Zo'r holatda chiqdi. Xudo xolasa, ko'ngilli qilib, chiroyli qilib quyib berdik. Shunaqa tomga penalon mos quydirmoqchi bo'lganlar, shu nomerlarga svязga chiqaverasizlar. Aytib o'tganimizdek, xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Bizning manzil Farg'ona, Oltiariqdanmiz. Mana bu obyektimizni ham quyib tugatib oldik, qo'ldan chiqardik. Ustida ham bemalol yurib bir qator mana ko'rsatib o'taylik. Mana ezilish yo'q, boshqa yo'q, oyoq izi chiqqan yo'q. Yana ham ustiga chiqmay turilsa, shu 1 oy iloji boricha yana ham qattiq bo'lib qurib oladi o'zini holatida. Videoni oxirigacha ko'ringlaring uchun rahmat. Ushbu sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalar, yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha aka-ukalarga rahmat. Sog' bo'linglar.